Baliqlaringiz ovqat yeyapti, lekin ozib ketyaptimi? Oq ipga o'xshagan najas chiqaryaptimi? Bu oddiy muammo emas. Bu ichak parazitlari belgisi bo'lishi mumkin. Eng ko'p uchraydiganlari ichak qurtlari. Asosiy belgilari: oq cho'zilgan najas, qorin ichiga kirishi yoki ishishi, ishtaha bor lekin vazn yo'q, yashirinib yurishi. Sababi nima? Yangi baliq karantinsiz qo'shish, iflos suv va sifatsiz ozuqa. Yechim: karantin, suv sifatini nazorat qilish, maxsus antiparazitar dori mahsulotlaridan qo'shish. Misol uchun metrandazol yoki levamizol. To'liq videoni ko'rmoqchimisiz? Aqua Doctor bilan qoling. Baliqlaringiz ovqat yeyapti, lekin ozib ketyaptimi? Oq ipga o'xshagan najas chiqaryaptimi? Bu oddiy muammo emas. Bu ichak parazitlari belgisi bo'lishi mumkin. Eng ko'p uchraydiganlari ichak qurtlari. Asosiy belgilari: oq cho'zilgan najas, qorin ichiga kirishi yoki ishishi, ishtaha bor lekin vazn yo'q, yashirinib yurishi. Sababi nima? Yangi baliq karantinsiz qo'shish, iflos suv va sifatsiz ozuqa. Yechim: karantin, suv sifatini nazorat qilish, maxsus antiparazitar dori mahsulotlaridan qo'shish. Misol uchun metrandazol yoki levamizol. To'liq videoni ko'rmoqchimisiz? Aqua Doctor bilan qoling.